Ana bu jitili biratan qayerga qarab turgan ekan? Boyatdan beri kuzatib bir joyga qarab turibdi. Ha nima bor ekan u yerda bilmadim-ku. Ha mayli bu bilan mani ishim bo'lmasin. Aytgancha barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana bundan o'sha Krifmanning videolarimga xush kelibsizlar bolalar qaraysizlar. Da xolos kalom jigarlar hozir mana bu yerda o'tirib olib choy ichib o'tirgandim, lekin ana tog'iga qaraylar jitilga. Boyatdan beri o'shatga qarab o'tiribdi mana tarafga. Bilmadim bola nima bo'lgan. Mayli xolos endi do'stlardan so'rayda qaraysizlar albatta bola tezda videoga like bos, tezda kanalga obuna bo'linglar albatta bola. Men tezroq kanallardan videodan oshiq obunachilarni to'plab tashlashim kerak. Yo'q, xolos bola hozir men to'ydan beri umuman tashqariga chiqmadim. Sababi tashqarida ozgina sovuqroq, shuning uchun to'rsasam voy palikat umuman eringanman bor. Uni qaranglar bola orqadan mashinaga qaranglar, bu kim mashinasi? Cadillac bola bu mashinam. Mayli xolos bola endi tashqariga chiqib ozgina ishlarni qilib kelay, undan keyin esa uyda qolgancha o'taman. Bilmadim nima qilaman uyda. What the? Yana kim bo'ldi bular? Tanidim bularni oldingi bolalar ular. Do'st, assalomu alaykum bularlar qalaysizlar? Kirib yaxshimisan? Yaxshi, u millioner yaxshimisan? Yaxshi, o'zing qalay? Yaxshi-da. Oho, Jitil Murod tog'a qalaysiz, yaxshimisan? Yaxshi, kirib o'zing qalaysan? Yaxshi-da. Oho, mashinalarni uy bo'va. Voh, Lamborghini, qishloqda xo'sh, qaysi bular bilan keldinglar? Xolos kelam bor, mana bular ikkitalasin meni yutaman deb o'tirishibdi. Nima bo'yicha? Xolos kelam qara, bizlar 3 xil mashina sotib olganmiz. Bularni bizdan xolos kelam haydab o'zing nima qilib berishing kerak, ya'ni nima so'radi, qaysi biri zo'r? Albatta bular meni mayyaman yeb tashlashdi bor. Lekin Lamborghini yutchani o sababi, lekin albatta, mayli, o'zim qilib bersam qilib beraman. Birovlar kirib iltimos qilib berish shular. Вообще miyani ishchi bor. Просто так nima so'radi, o'sha o'zing chotga qilib nima so'radi, xolos kelam musobaqa o'tkazib berasan. Bo'ldi, o'zim o'tkaziraman, o'zim mashinani test qilib ko'raman. Mayli bo'ldi. Bo'ldi. Mazali boshlayda bo'ladigan bo'ldim. Mayli, endi просто ishimni qilib olaman. Qo'ldagi ishimni undan keyin esa bolalar, qaranglar, bu 3 xil mashina, bu Mazda degan mashina, bu esa BMW, bu esa bolalar Lamborghini. Oho, вообще qimmat mashina olib kelishdi qishloqqa. Bilmadim bola nima sababdan, qanaqa nima sabab bola, qulas bola uchtalasini musobaqa o'tkazishmoqda. Ya'ni qaysi birining mashinasi zo'r, o'shani bilishmayapti. Lekin bola menga aytayaptiki, iltimosdan ya'ni o'zing chotki qilib qaysi biri zo'r o'shani aytib ber dedi, deyapti men bulamanga. Esimni ham sep chiqib ketyaptim, bilmadim bola, yangi sep saldirib olaman. Qaranglar bola. Mana bu esa meni mashinam. Albatta arendaga yordam berdik. Cadillac chotki bola, normali. Shu bilan hozir yurma, 2 oyga nima arendaga olganman. Mazza qilib haydab yurman. Tak endi mana bu yerlarda ham eshitma yo'q. Endi kartochkalarni ekamiz. Voy palikat bu yerga kartochka keladi, sabzam bu yerda baloni yapsanmi? Qo's bilan yaxshilab ekib qo'yamiz, oppa va ekkanimizdan so'ng mana bularni bitta haydab ko'ramiz. Albatta sizlar videoni oxirigacha ko'ringlar, like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Jigarlar, nima kutaveribsizlar aqlay. Men sizga tekinga obuna bo'lish tugmasini berib qo'yibman. Ularni bosmayapsizlar bo'ldi. Bu qanchalik loylikni bilasizlarmi? Juda ham loylik. Shuning uchun iltimos bo'ladi, kanalga obuna qo'yinglar. Lekin esa bularni mana bu yerga solib ketaman-da, xolos. Qaranglar bo'la qo'lim uzunligiga shu yergacha yetibdi. Mayli, Minecraft physical. Tak mayli, uni qolsa endi esa bularni birma-bir haydab ko'ramiz. Tak qo'las kelom, jitillar. Sizlar bilan bitta tanishib olsak. Bu esa millioner, sen taniyman, sen tanimaslikning iloji. Lekin bu Hasan o'g'risan, to'g'rimi? Bu mashinani o'g'irlab kelganman. Qayerdan? Xolos kelam Mr. Beastni qaraysan. Palakat esa ahmoqmisan men? Bu ham men bilmayman. Menishing shart. Palakat, o'zim bilan solishtirib bersam, o'zim qaysi bir yutganini aytsam, yo'q, stop bo'ldi, qaranglar shu yerda. Agar to'g'ri mashina haydab ko'raman, sizlar yozasizlar kommentariyga. Qaysi odamning mashinasi zo'r? Albatta shuni kommentariyga yozib qoldirasizlar, lekin hozir uni yozib qoldirsa bo'ladi, qaysi mashina o'zi sizlarga yoqadi. Albatta shuni kommentariyga yozib qoldiringlar. Stop. Palakat. Voy mayli, xolos bo'lib Mazda, BMW va Lamborghini. Mayli, uni qolsa bitta endi haydashni boshlayman. Sanagidan boshlayman qishloqqa. Men rahmat, albatta qishloqimiz ikkalamiz qishloqimiz. O'zing tarafga olma. O'tganmi? O'tgan. Lekin esa bo'la xolos birma-bir endi minib ko'ramiz buni. Eng birinchi bo'lib Mazda mashinasini minamiz va bu normali bo'ladi. Lekin dizayniga gap yo'q buni. Ya'ni ishlashlariga yurishlari ham normali menimcha, normali. Atagan esa yurish shunchalik ham tez emas-u,
lekin bo'lda yurish unchalik tez emas ekan. Sababi bu ozgina eskiroq mashina, shuning uchun eskiroq mashina. Yo'q, tilimda qaranglar. Gapni qaranglar. Til deb o'tirman. Harakat bo'lish shunaqa parasot degan narsani ishlatish kerak. Lekin bola qaranglar, buni yoqqan taraflarni aytaman. Bu bola ozgina seriozroq mashina ekan. Qaranglar. Normal seriozmi. Sigmalarga yarashadi va o'sha seriozmi va sigmalarga yarashadigan joy menga yoqdi. Yurish shunchalik tez emas ekan va bola qaranglar. Qora rangda, qora rang menga yoqadi normali. Lekin bola qaranglar, buni ikkita yomon tarafi bor ekan. Buni bagaj ushlayga qaranglar bo'lib. Buni bagaji ham ochilmas ekan, ili mana bu kapoti ham ochilmas ekan. Bu juda ham katta minus taraf. Lekin bola bitta yaxshi tarafi o'sha bola katta bolaning mashinasi ekan. O'sha menga yoqdi va salonni bitta ko'rishlar mumkinki, saloni ham yaxshi. Salonni vobshe udar ishlab chiqaribdi. Va svetlarni hozir ko'ramiz bola. Svetlar ham mana yonar ekan, juda ham yaxshi. Tak hozir ko'ramizda bola. Yo'q, lekin favorit yonmas ekan. Yaxshi bo'ladi, lekin normal menga yoqdi. Va men bu mashinaga bolaga nechidan nechi bersak bo'ladi? Bu mashinaga men 10 dan 6 ball beraman. Unchalik ham yo'qmadi to'g'risini aytsam, kapotlari yo'q. Sizlar albatta nechi berasiz? Albatta o'sha kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xolos mana bu qo'yib qo'yamiz. To'g'risi, parkovka qilishga aytmayapman. Palakat chiqdi, palakat. Endi qarg'yaptim bu meni. Voy, bo'l chiqalbi qoldi palakat. Voy, arka. Voy. Bu qarg'yaptim bu meni. Bo'ldi. Bu palakat salg'osa ketvorardim shu yerda ustimga yotib qo'ygani. Amallicha qishloq xulasdan men sana mashinanga 10 dan 6 berdim. Nimaga bunchalik bas? Kapot ochilmaydi, bagaj ochilmaydi. Endi shunaqa mashina edi. Nima bo'ldi? Kapot bilan bagajni yopishtirib qo'ygan. Hamma bola endi esa navbat sani mashinanga BMW M4 competition menga yoqadi lekin. Cho'tki senga yoqishni bilib turib keldim-da. Lekin men bilan baholamayman. Baholagan bilan ham qaysi yutqazdi uni aniqlamayman. Sizlarni qilasizlar albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Taganesa xulos bo'la endi mana buni ham haydab ko'ramiz. Bu BMW M4 oldinlari ko'p marta haydab ko'rganman, lekin hozir ham haydab ko'ramiz. Yurishlari normal bo'ldi. Yurishlari normal tez ekan, bu menga yoqdi. Voy, palakat. Voy, palakat bo'ldi. Urvordim o'sha o'tga. Voy, ya bo'ldi. Meni o'ldiradi. Bo'la bu oshxonani hozir egasi bilsiz. Voy. Brat, yaxshimisiz? Hozir kallanyaram seni. Uzr, brat, qo'yib yubordim. Deb bordim o'rniga. Mana buni qo'yib beramiz. Bo'ldi, qochdik, qochdik bola. Degan esa sekin undan ko'ra mana buni test qilamiz. Bila ishim yo'q. Bilmasdan qilib oldim bola. Bilmasdan voy sekin. Normalniy tez yurar ekan. Bola, BMW barrom legendada drift qilishlarga qaranglar. Mazda agarda bilsanglar bitta ham drift qilmadi va buni bola svetlari buni ham yonar ekan va menimcha bola bunda sport rejim bor ekan va bu pavorotniklari ham yonar ekan. Qaranglar bo'lib pavorotnik. Taganisa xullas, mana salonni o'zida ko'rishlar mumkin. Har doimgidek BMW ning saloni legenda bo'ladi. Juda ham yaxshi. Esa buni men albatta BMW menga yoqqani uchun men bu mashinaga 10 dan 9.5 ball beraman. Nima uchun 10 dan 10 emas bilasizlarmi jigarlar? Sababi nima desa bo'ladi. Xullas qaranglar, 10 dan 9.5 berganim sabab bilasizlarmi nima? Bilmadim, bola xullas kelam shunaqa. Kapoti, bola bagaj ochlar ekan. O'tdi. Bagaj ishtiga bo'ladimi bo'ldi, ya'ni o'zini so'rab ko'rishga, 3 stak pul. Stakda, Xullas bo'ldi, hisob qo'yamiz. Bo'ldi, все. Mana taqib olaylik. Jigarlar qaraylik, kiyimni itiyib va xullas endi bu menga xullas 10 dan 9 ball berdim. Buni sababi yo'q. Albatta sabablar bo'lishi mumkin, bilmadim yana. Sekin sport rejimi yo'qqanidan keyin juda ham tez yurib ketar ekan. Juda ham yaxshi. Berib qo'yib qo'yamiz va men bu mashinaga 10 dan 9.5 ball berdim. Albatta sizlar necha ball berasizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Palakat ko'zim ko'rmay qoldi shunda yechib qo'yay va bo'ldi. Siyalar vali odamga o'xshab yursa bo'ladi. Xolos kelam, men senga 10 dan 9.5 ball berdim. Juda ham yaxshi. Xolos kelam, millioner endi esa men seni Lamborghini'ni haydab ko'raman. Bo'la qani ketdik. Degancha o'tiramiz va saloni salon cho'rta bola, roli nima bola uni? Amal bola, o'zi bitta minus roli bilmadim, qaysi kompaniya ishlab chiqargan.
Ama nechun desa, buni ham bitta haydab ko'ramiz qani. Normali bo'la menimcha. Bu tez yurmas ekan u bola. Baribir BMW legendada bola ko'rdilarmi? BMWdan tez yurmayapti. Lamborghini eshik $3 million. BMW esa bundan normal ancha-muncha arzon bo'la. Lekin u drift qilishlari juda ham yaxshi bo'la. Qaraydi, driftni juda ham yaxshi qilyapti. Bu esa minus. Qanaqa minus plus bo'la. Endi esa buni svetlari yonarmikin bola? Tushunmadim. Bola bir svetlari yonmas ekan qali. What the hell? Bola bunaqasi ham biladim, yana bitta minus va bola qaranglar. Va mana bu qaranglar, rolni qaranglar. Juda ham qulay so'rasam bola. Bu bitta minus va svetlari yonmas ekan. Qani buni даже stop. Menimcha bola Lamborghinidan menimcha bagaj ochilmaydi. Lekin kapot ochilishi kerak. Kapot ham ochilmas ekan buni. Voy palakat bola, nima bola mashina bu. Mana bu yerga o'tirsa bo'lar ekan. Qatsa bola, qatsa. Bu juda ham yaxshi. Xullas kelin bola tezligi normal, spoileri ham bor ekan va bola men bu mashinaga 10 dan 8 olib beraman. Unchalik ham yo'qman to'g'risini aytsam, kapot ochilmaydi, bagaj ham ochilmaydi. Nima bo'la bu? O'yinchoq emas bu mashina. Mayli xullas kelin mana bu qo'yamiz. Stop urishim o'zgina qoldi va bo'ldi. Xullas kelin millioner, men senga mashinangga nechta olib bermoqchiman? Aytsa 10 dan 8 ol. Dubulchalik ham endi yo'qmadi, kapoti ham ochilmaydi, buni bagaji ham ochilmaydi. Endi mashina o'zi shunaqada. Shunaqa bo'lmasa kerak edi. Mayli xullas bola, o'zingizlar bundan mashinalarni ko'rdinglar, albatta sizlar baholab ketasizlar degan umiddaman. Kommentariyaga o'tib bola qaysi mashina sizga yoqdi? Albatta o'shani kommentariyaga yozib qoldiringlar va biz keyingi videoda shu qolipni aniqlaymiz. Albatta sog' bo'lsin, keyingi videolarda uchrashguncha xayr jigarlar.